Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar. Bugun go'shtimiz sifatiga baho berib qo'yasizlar. Hammasi buqali go'sht. Osti go'shtlar. Yarbushkalar. Yabichkalar. Siz uchun go'shtlarimizni kesib ko'rsatib qo'yamiz. Siz uchun. Bir-biridan asal go'shtlarimiz, bir-biridan. Tez-tez ichigacha ham shunaqa chiqaveradi, ichini ham ko'rsatib qo'yaman. Ichigacha. Mana go'shtlarimiz. Mana go'shtlarimiz. Mana go'shtlarimiz. Keyin hurmatli obunachilar, 115 ming so'm qo'yganmiz. 115 ming so'm. Bu go'shtlarimiz ko'chalarda 145 ming so'm turadi. Bu yog'i ham qip-qizil. Yumshoqligiga, svejiligiga kafolat beramiz, halolligiga inshaalloh. Keyin e'tibor uchun rahmat.